Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımız, muhakemelerimiz, bugünkü vaziyetimiz doğrusu toxtalımız vatandaş. Bugün çislağı 2024 yıl 5. ayının 28. günü vatandaş. Haftaga seyşembe. Bugün zaten yetip gelgen bir haber de mesela nime deydi hazır. 27. günü Cenev'de başlandıgan, eçiladigan Xalqaro Sayyiat Teşkilatıga Tayvan'ni küzetküçü süpütede katnaştırış üçün Amerika Qo'shma Shtatlari başçılığıda 7 devlet dedik mi arlıqda? 7 devlet müracaat e'lon qilgan edi. Bu qitim qaraganda yig'in boshlanib bo'ldi, lekin Tayvan Xalqaro Sayyiat Teşkilatıga küzetküçü süpütede katnaşanmadı. Aynı çağda Tayvan şu küzetküçü süpütede Dünya Sayyiat Teşkilatı'nın yıllık yığını katnaşkan idi. O vakit şu. O vaxtda Tayvan'da sabık prezident Ma Ying-jeou vazife ötəvatqan yıllar. Ma Ying-jeou o vaxtda Sayyiat Teşkilatı Xalqaro Teşkilatı iltimas yazganda nime dediydim? Cumhuriyet Tayyip. Cumhuriyet Tayyip dedi. Şunun bilen Cumhuriyet Kompartiyası bunun hiç qanday qarşılık ko'rsatmadi. Endi bu qatimchi Tayvan. Tayvan Xalqaro Sayyiat Teşkilatı qatnashishi kerak. Bu isim shaklida o'ttirg'i chiqqanda Cumhuriyet Kompartiyasi xalqaro o'zining qo'llag'uvchilaridan foydalanib Tayvanning Sayyiat Teşkilatıga küzetküçü süpütede katnışqa yol koymadı. Demek Tayvan bu yıl bu yığına katnışanmadı. Ama görün dünyanın işleri acayip değil mi vatandaş? Katnışanmadı. Katnış için Cumhuriyet Kompartiyası'na vədi bir işi yani Cumhuriyet Tayyip deyiş gerekti. Ma Ying-jeou prezident devirdi gerek. Lekin Tayvan onu demedi. Endi bugün Cumhur özü nime davada qarab turun ha? Cumhur'un bayanatçısı Mao Hanım. Ya Wang Wenbin efendi mi şu kişinin biri? Bayanat e'lon qilib Tayvanning bu yig'inga yoki Sayyiat Teşkilatı qatnash salohiyati yo'q. U bu deb bo'lgandan keyin nima debdi desangiz Tayvan. Tayvan o rayon, bir rayon yoki bir rayonlik teşkilat yoki unuma teşkilat emas, hükümet teşkilatı degan ma'noda. Hükümet teşkilatı deb bo'lib o'zini biz Jungyang Jingpu deb atagan ekan biz merkezi hükümet degan gap chiqadi. Undaqda Beijing merkezi hükümet bo'lsa Tayvan nima hükümet bo'ladi? Wang Wenbin shundaq bayonot qilibdi. Biz merkezi hükümet Jungyang Jingpu debdi. Undaqda Tayvan qandaq hükümet bo'ladi? Qandaq davlat bo'ladi? Bu yerda bir chataq yetib keldi. Hazır hesapta siz biz bunu mundaq tushunamiz. Beijing'deki hükümet Jungyang Jingpu, merkezi hükümet. Tayvan ülkelik hükümet, ştatlık hükümet, lekin Cumhuriyet Kompartiyası belgilegen emas. Bunun içinde Tayvan'da Cumhuriyet Kompartiyasının ameldari yok. Tayvan'da Cumhuriyet Kompartiyasının teşkili aparatı yok. Yoki Cumhuriyet Kompartiyasının yaşaykisi yok. Aynı çağda Dalai Lama şundaq degan edi. Biz Cumhuriyet'nin içinde qilishni xohlaymiz. Lekin Cumhuriyet hukmronligi ostida qilishni xohlaymiz. Bu oldingi shart bir-biriga ziddiyatlik bo'lsa-mu, oxirgi shart-ku biz Cumhuriyet degan bu tuproqda yoki Cumhuriyet degan bu tuproqda Yevropa ittifoqi shakllik bir davlat aparat tashkillashimiz lozim degan edi vatandaş. İşiniz keldi mi vatandaşım? Şunda degan edi Dalai Lama. Endilikte Beijing bugün Tayvan'ı yerlik hükümet deb qarab, özünü merkezi hükümet deb qaraganda şu Dalai Lama'nın teşebbüsüne yakınlaştı mı? Ve yoki xalqaro jamiyatning besimi bilan boshqa bir o'zgarish hosil qilish tayyorlik qilyapti. Zodi nima?
Jingyang Jinpo, Beijing hükümeti. Ondaqda Tayvan hükümeti ştatlık hükümet, rayonluq hükümet, yoki yerlik hükümet. Bu o'rtadagi munosabatni qanday hal qilish, asosiy qonun shaklida hal qilish. Shundaqmi yo? Mana shundaq bir voqea yetib keldi vatandoshlar. Sizlarga deb vaziyat deb tushundik. Anaqdan keyin yana bir vaziyatimiz nima desangiz? Nemi signal qo'yilgan savol juma. Davlat egiligidagi bir shirkat Rossiyadan tuyuqsiz chekinib chiqdi. Mavzuli xabar Yangi tongliqlar televiziyasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Rossiya davlat boshliqlari 5-oyning 16-kuni Beijingda helalam uchrashgan turib, yoki uchrashganda nimalar deyishganligi siz bizga noma'lum va. Shundaq ahvolda tuyuqsiz Jungoning bir shirkati, ya'ni Haykang Weishi. Haykang Weishi bu jazo lageri qurishda Uyg'uriston, mustamlika Uyg'uristonda aktiv rol o'ynagan texnikalik shirkat. Uning hozir Rossiyada bozori bor ekan. Rossiyadagi bozori hatto 70% normalik. Bozorni egallash nisbati Rossiya bozorini 70% normalik. Shu normaga yetgan bir shirkat ekan. 5-oyning 16-kuni Beijingda prezident Vladimir Putin bilan Jungoning raisi Xi Jinping uchrashdi. Bugun 5-oyning 28 tuni gündəlik 27 deyli. Aralıq qancha? 11 gün, 10 gün ichida derhal çekindi. Haykang Weishi Rossiyadagi bozoridan. Bunun sebebi nima desangiz, vatandosh 4-oyning 17-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avom palatasi bir qonun loyiha ma'qullab. Avom palatasi andin Jungo masalasi favqulodda komiteti bir qonun loyiha o'tirib qo'yib 50 yurash Jungoning shirkatini qor tizimlikka oldi. Biz shu chog'da sizlarga so'zlagan edik, esinglarda bor vatandoshlar. Shu 50 dona, 50 yurishlik shirkatning ichida Haykang Weishi bu shirkatning bor Amerika Qo'shma Shtatlar qor tizimlikka yoki importga qilishga tizimlagan shirkat edi. Hozir qarang, 10 kun yoki 11 kun ichida Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avom palatasi Jungo masalasi favqulodda komiteti o'tirib qo'ygan qonun loyiha ovozga qo'yilmadi debdi. Bugungi xabarda, mush xabarda ovozga qo'yilmadi, lekin shundoq nishonlandi, qor tizimlikka elindi. Shunga Haykang Weishi darhol Rossiyadan chekinib chiqdi. Buni Rossiya matbuotlarimi masalan Rossiya matbuoti Sinivis her qaysi erbaplarning so'zlaridan naql keltirib, bugun Jungoning tanglar shirkati Haykang Weishining Rossiya bozoridan chekinib chiqqanligini xabar qildi. Tuyuqsiz hech qanday doirlarga bir ogohlantirish bermay. Buning tekda nega gapirasiz vago vatandosh? 4-oyning 23-kuni kelganda shunama. 4-oyning 23-kuni kelganda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijingni ziyorat qilib 27-kuni shunaqa ya. Shuna dedi-ku. Biz o'tirib qo'ygan masalalarni darhol ijro qilasan. O'z qo'ling bilan ijro qilasan. Agar sen ijro qilmasang, biz Amerikaliklar qo'l solamiz. O 4-oyning 27-kunda gapdi. Shundaqmi? Bugun endi 4-oyning 5-oyning 28 to'liq 1 oy. To'liq 1 oy bo'lganda, avval qismi shundaq ekan, to'liq 1 oy bo'lganda hozir Jungoning bir shirkati Moskvadan chekindi. Bu prezident Vladimir Putin bilan kelishilganmi yoki so'zlashganmi yoki nima? Bu yerda bir narsani esingiz keltiramizki, vatandosh hozir Jungo Kompartiyasi Amerika qora tizimlik dedi. Amerika importga qilaman dedi. Hozir demak qo'shildi deyli. Qo'shildi. Rossiyadan bir shirkatni chekindirdi vatandosh. Endilikda yana bir xabarimiz, vatandosh bu xabar nima desangiz?
Ukrayna prezidenti Zelenskiy. Ukrayna prezidenti Zelenskiy do'stlarning Ukrayna armiyasining G'arb dunyosi ta'minlagan uzun musofali harbiy qurol-yarog'lari bilan Rossiyaning ichki ziminiga hujum qilishiga ruxsat qilishi to'g'risida murojaat e'lon qildi. Vatandosh. 5-oyning 28-kuni bu mavzu Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi vatandosh. Zelenskiy 5-oyning 27-kuni G'arbga ittifoqdosh davlatlarning Ukraina Kiyevning o'zini qo'g'dab Rossiyaning ichki qismidagi nishonlarga zarb berishiga ruxsat qilishga murojaat qildi. Prezident Zelenskiy Ispaniya Madridda ziyoratda bo'layotgan kunda Madrid Ispaniyaning vaziri Pedro Sanchez bilan muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, dunyoga shundoq murojaat qildiki, Ukrayna prezidenti Zelenskiy dediki, do'stlar, bizning ittifoqdosh do'stlarimiz bizning o'zi g'arb dunyosi qo'limizga kelgan uzun musofali harbiy qurol-yarog' bilan Rossiyaning ichki qismiga hujum qilishga ruxsat qilish kerak. Bu talab bunday aytganda nima deymiz? Ya'ni bir nuqtada yalang'och talab deyli, yana bir nuqtada ochiq oshkora talab deyli. Buni endi hozirgacha demak Rossiyaning ichki qismiga hujum qilishga ruxsat qilmayotgan do'stlari kim degan masalada hozir bunaqa nima debdi desangiz vatandosh. NATOning kotibi Stoltenberg iqtisodshunoslar gazetining ziyoratini qabul qilganda o'zining so'zini qayta takrorlab, balki Stoltenberg ham Zelenskiyga javob qaytarib, u shundoq degan gap. NATO'ga a'zo davlat arboblari o'ylashib beqish kerak. Shundaqla do'stlar va ittifoqdoshlarning bugun Ukrainaga bergan harbiy qurol-yarog'larni Ukrainaning ishlatishiga ruxsat qilish kerak. Yoki Stoltenbergning aytishicha, Ukrainaning sirtidagi nishonlarga hujum qilishga chiroyli qapti bu gapni. Ukrainaning sirtidagi nishonlarga hujum qilishga ishlatishga ruxsat qilish kerak. Yuqorqi so'zi Zelenskiy Ispaniya Madridda so'zladi. Keyingisini Bulgariya Sofiyada ziyoratda bo'layotgan Stoltenberg shu yerda so'zladi muxbirlarga bir yerdan chiqdi. Bunda aytganda NATOning kotibi Stoltenberg Ukraina prezidenti Zelenskiyning murojaatini qo'lladi degan gap vatandosh. Bu gazet bunda ko'rsatdi. Masalan, iqtisodshunoslar gazeti. Bunda ko'rsatdi. NATOning kotibi Stoltenberg so'zlari Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenga qartildi. Hamma yerda oshkor qo'yibdi buni endi. Endi o'sha Rossiyaning ichki qismiga harbiy hujum qilmaslik to'g'risida hozirgacha Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Ukrainaga nasihat qilib turayotgan bo'lishi kerak vatandosh. Endi mayli ochiq qo'yibdi. Bu so'z mayli Stoltenbergning so'zi bo'lsin, mayli prezident Zelenskiyning so'zi bo'lsin, hammasi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Bidenning Ukrainaning Amerika bergan harbiy qurollardan foydalanib Rossiyaning ichki qismiga hujum qilishga yo'l qo'ymaganligiga qartildi dedi. Bu Aqsaroyning belgilagan siyosati bo'lishi kerak vatandosh. Chunki oxirida Kreml sari bayonot Peskov nima debdi u desa, agar bunday qildigan ish bo'lsa, NATO bilan Rossiya bevosita uchrashib qoladi debdi. Agar bunday yo'l qo'ydigan bo'lsa, u vaqtida Rossiya 3-dunyo urushini qo'zg'ashning tayyorligini qiladi yoki 3-dunyo urushi portlaydi degandek bir popoza xarakterli gapni qilibdi vatandosh. Bunga qaraganda ahvolning yeniklik va yoki eg'irlik darajasidan aytganda aralaqda Rossiya bir qancha qatim sizlarga so'zliq nima dedimi, Rossiyaga Ukrainaga yadro qurolli ishiltiman dedi-ku. Yani yadro qurolları ishiltiman desa, u bir o'z oldiga bir davlat buni qilmaydi degili bo'lmaydi.
Belki hazır onun yadro kuralları işletişini mi Amerika Qo'shma Shtatları cheklab turayotgan gap. Shundaqla Ukrainaning ham bu g'arb bergan qurollardan payini Rossiyaning ichki qismiga hujum qilishnimi Amerika taraf cheklab turayotgan gap. Gap urushdan kengayib ketishdan oldin olayotgan gap-ku vatandosh. Buna da çok hatalık yok. Uğraştan kengayip geçişten aldın elevatkallık. Yani hazır bu ziddiyet oturgu çıktı değil. Ama sen buraya talep koydu değil. Yani Amerika Qo'shma Shtatları bunun kandak cevap kaytırdı. Bunu aldığımızda görmez, hürmetlik vatandaş. Bu bir vaziyetimiz bugün ciddi vaziyet yani nazuk. Haberinin karakteri okşamaydıgan. Burunqulaq okşamaydıgan vaziyet deyimiz bunu vatandaş. Endilikdeki haberimiz manın qarab turanda endi. Endi Tinch okean vaziyeti ciddileşti. Amerika Jungo ikrar söhbeti ötkazdi. Mavzulu haber 5. ayının 28. günü Amerika ovozdan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Haber mundaq boshlandı.